uy bozoridamiz. Arzon variantlarni qo'shishda davom etamiz. Shunaqa arzon variantlarda mana Urug'zor bozorida yonida qurilgan Land House tomlaridan loyihasidan Uchtepa rayoniga qarar ekan. Bu balkon 1,5 ga 3, 60 metr kvadrat общий kvadrati. Xonalari alohida ekan. Yevro remonti, bu sredniy remont deb noto'g'ri yozib qo'ygan ekan. Tak 57 ming dollar deb turgan ekan. Islom ana egasidan ekan. Necha pulga beramiz buni? 56 ga beramiz siz kanalingizdan aka. Surishni pul zarur. O'zi 60 ga tushgan o'zimga. Aka to'y qilyapman, shunga sotyapman. Qani rasmlari bormi? Ko'rsatib Ko'rsataman aka. Mebel texnikalari qilingan, oshxona mebellari. Mana tualet vannasi alohida. Xonalar alohida. Razdenli mana xonalar. Mana kirib yashashga tayyor. O'zim yashab turgan uyim aka. Shoshilinch sotyapman. Bo'ldi. Mana pastdagi nomerga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Egasi Islom. Bundan yaxshi variantlarni o'tkazib olmaslik uchun kanalimizdan uzoqlashmang. Obuna bo'lib qo'ying, yo'qotib qo'ymaslik uchun. Uy qidirib yurgan do'stlaringizga yuborib qo'ying. Bugun 1-fevral uy bozoridamiz. Yaxshi va arzon variantlarni qo'yishda davom etamiz. Mana shunaqa arzon variantlardan bir xonali 1-etaj, 2 etajli g'ishtli dom ekan. Arentir Agrar universiteti remontlari o'rtacha holatda ekan. Mana pastda egalar nomerlari bo'ladi. Aloqaga chiqib ko'rasizlar. Narxini 29 ming dollar deb turgan ekan. Ozgina o'tib beradigan joylari bo'ladi. Aloqaga chiqib ko'rasizlar. Bozor bo'yicha eng arzon variant bitta Sebzordan chiqdi. Mana hozir ko'rsatib o'tamiz, ko'rishingiz mumkin. Sebzor qaysi rayonga qaraydi bu? Olmazor, Shimoliy Olmazor. Olmazor. Sebzor chorrahadan o'tganda, masjid bor, o'ng qo'lda, chap qo'lda, o'sha masjidning orqa tarafida. 2-etaj. Bir xona, 2-etaj, 4 etajli dom, kvadrat 30 kvadrat, ha? G'ishtli, 1,5 ga 3 balkon. G'ishtli dom ekan. 43500 turgan, necha pulga beramiz? Tushib beramiz aka, sizning kanalingizdan kelishsa. Mana pastdagi nomerga 94 616 02 79 aloqaga chiqib ko'rasizlar. Bundan yaxshi variantlarni o'tkazib olmaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Uy bozorida mana yana arzon variantlarni qo'shishda davom etamiz. Yangi Darxonda ekan. 2 xona 16 etajkani 16-etaj, 60 metr kvadrat. Tak remont, gaz remont ekan, narxi 48500 ekan. Necha pulga beramiz? 40,5 mingga siz kanalingizga beraveramiz. 40500. 47 ga bo'ladimi? Kesin o'ylab ko'ramiz. Men pastdagi nomerga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Ikkinchi variantlari ham bor ekan, 19-kvartalda. Tak 2 xona, 3 xona qilingan, 1-etaj. 4 etajli dom, 1,5 ga 6 balkon. Zerkalka xonalari 54 metr kvadrat. Remonti yevro remont, mebel texnikalari qoladi. 72500 ekan. Buni ham 72 ga. Buni ham 71,5 mingga gaplashib ko'ramiz. Bo'ldi. Men pastdagi nomerga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Chilonzordan uy qidirayotganlar C kvartalda ekan, 34 metr kvadrat. Bir xona, 2 xona qilingan bu. 1-etaj, 5 etajli dom ekan. Balkon 1,5 ga 3 toza remonti. Jihozlari bilan 55 ming dollar. Remonti tozami yo yangi remont? Ha, necha pul kvartirani turibdi? Oila yosh oila turibdi, 350 ga turibdi. Ha, 350 ga kvartirani ham bor ekan. Mana ikkinchi variantlari Chilonzor 20-kvartal. Bu ham 1-etaj. Remontlari yevro remont ekan. Ulshoniy planirovkada 2 ga 6 balkon, 40 metr kvadrat. Narxi 60 ming ekan. Keyingi variantlari mana Chilonzor 12-kvartal, 3 xona, 3-etaj, 4 etajli dom. Xonalari alohida ekan-a buni? Alohida 4 xona qilingan. 4 xona qilingan ekan, 67 metr kvadrat. Balkon 1,5 ga 3. Yevro remont, mebel texnikasi. Narxi 88 ming dollar. Mana pastdagi nomerga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Prama egasidan bu. Egasi o'zi ekan, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Telegram, WhatsApp nomer Telegram bormi? Bor. Telegramni yozsanglar, rasm videolarni tashlab beradi. Chilonzordan arzonroqqa uy qidirayotganlar, mana Chilonzor naqqoshlikda bor ekan, bir xona 1-etaj. Narxi 45 ming ekan. Bu galereyni dom ekan. Necha pulga berasiz keyin ekan? Chekkaga ham beriladi. Hamma bor kelishtiramiz ancha. Mana bu rasmlari bo'ladi. Necha kvadrat kvadrati? Tepa 20, podvali 40. Tepa qismi 20 kvadrat ekan, podvali 40 kvadrat podvali. Qo'shniga ham qo'shniga. Narxi 45 ming ekan. Aloqaga chiqib ko'rasizlar. Qani ikkinchi variantingizni ham ko'rsatingchi? Mana ikkinchi variantlari ham bor ekan. Chilonzor 24-kvartalda. Bu etaj, zolotoy etajdan 2 xona, ikkinchi etaj, 4 etajlik. Narxi 60 ming dollar ekan. Mana pastda nomerga aloqaga chiqib ko'rasizlar.